No. Tamam. Aleykümselam. Yeter ki sen namazını gel. Bak şimdi. Kufur Muhammed Sembolüsü. Namazda yaxshi keldingizmi? Assalomu Mutaxassisligingiz bo'yicha sanoat farmatsiyasini bilagansiz? Rus universitetini o'qitishgan. Iş faaliyetimizde farklı oluşum, hayatın yapıyoruz. Birinchi Toshkent farmatsevtika sanoat qonunida hamda 2016-yil haftalasiga bog'liq 2016-yildan boshlab RAFS farmatsevtika sohasida sifat nazorat bo'limi boshlig'i sifatida 7 yil davomida Barobar qilasiz. 2020-yil iyun oyigacha ishlaganman 7 yil mobaynida. Bu yerda shu GMP talablariga mos kelmaganligi uchun zavod qayta qurilishi bo'ldi. Shu boshqa ish topishga to'g'ri kelib, Andijonga hozir Andijonning ish qilib yurgan e'lon bo'yicha ajr topshirganman. Shu Vazifalar nimadan iborat bo'lgan edi? laboratoriya boshlig'i bo'lib, laboratoriya sifat menejmenti vositalarni sifatiga javobgar shaxs sifatida ishlaganman. Savollarga keyin o'tamiz. Hozir komissiya a'zolari haqida sizga tushuncha bermoqchiman. Farmatsevtika faoliyatining farmatsevtika mahsulotlar xavfsizlik markazi davlat muassasasi Andijon filiali dori vositalarining sifatini nazorat qilish sanoatlashtirish laboratoriyasi yetakchi mutaxassislik hozirda vakantligi sababli tanlov e'lon qilganmiz. Tanlov asosida bemalol o'sha elektron tizim orqali hujjatlarni topshirdik. Hujjatlarni o'rganib jarayonida 5 ta nomzoddan hozirda 2 tasi bizni, ya'ni o'sha malaka talablarimizning muvofiqligi topilganligi sababli suhbat jarayoniga sizni taklif qilganmiz. Bevosita komissiya a'zolari haqida tushuntirib bo'lsa, men Mansur Ro'zmataliyev filial rahbari sifatida faoliyat olib boraman. Sinov markazi rahbari Usmonov Boburxon, dori vositalarining sifatini nazorat qilish standartlashtirish laboratoriyasining mudiri Mavlonova Muxlisoxon, kadriy masalalar bo'yicha inspektorimiz Shakirova Go'zalboy, sertifikatlashtirish markazi hamda bevosita filialda kasb uyushmasi qo'mitasi a'zosi Turdiyev Jasurbek. Agar tayyor bo'lsak, biz sizga belgilangan tartibni tushuntirgan holda suhbat jarayonini boshlasak, suhbatimiz bevosita o'sha Zoom platformasi orqali YouTube'da onlayn translyatsiyasi ketyapti. Biz mutaxassislar tomonidan berilgan savolga sizdan iltimos qilamiz, ham talab qilamiz. Savollarga aniq, lo'nda va to'g'ri javob berishni qo'shmasdan. Tayyormisiz? Suhbat jarayonini boshlasak bo'ladimi? Mana bugungi kunda biz farmatsevtika faoliyati sohasida o'zimizni farmatsevtika faoliyati to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, sohamizga oid birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi qonunlari, qonun hujjatlari va normativ hujjatlar bilan faoliyatni amalga oshirish belgilab qo'yilgan hukumat tomonidan. Endi mana sizga savolim shundan iboratki, farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va uni mohiyati haqida qisqacha gapirib bersangiz. Bu qonun 2006-yil 5-yanvarida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida farmatsevtika sohasini rivojlantirish to'g'risida Prezident qarori 399-qaror asosida amalga oshiriladi. Bu dori vositalari butun O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika sohasini rivojlantirish aniq tartiblari belgilab qo'yilgan 8-moddasida. Va bunga asosan hamda 2014-yili shu farmatsevtikasini O'zbekiston Respublikasi farmatsevtikasini boshqarish, ta'minlash sifatini oshirish maqsadida davlat farmatsevtikasining joriy qilinishi to'g'risida qaror qabul qilindi. Hamda 2020-yil sentyabr oyigacha bu narsani amalga oshirish bo'yicha davlat agentligi O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash vazirligi davlat agentligi tomonidan talablar bilan kelishib normalar vaqtlar belgilanib olingan, nimalar qilish kerakligi kelishib olindi hamda sentyabr oyiga davlat farmatsevtikasi butun O'zbekiston bo'yicha ishlatish uchun
tayyor holatga keltirildi. Birinchi kuni topshirildi. Hozirgi kunda ishchilarga tahlil qilinib, bu hujjatlar foydalanib kelinmoqda. Yana qanday normalarni o'z ichiga qamrab olgan faoliyat turlari bo'yicha, misol uchun farmatsevtik faoliyat turlari ham bormi? Dorilarni shu bo'yicha yana qanday faoliyat turlari Ular o'z ichiga asosan qamrab olgan shu faoliyat? chakana savdo, ulgurji savdo va dorilarni ishlab chiqarish. Hamda bularni nazorat qilish uchun agentlik bularni tepasida davlat organi sifatida O'zbekiston ushbu davlat farmatsevtika sohasida davlat agentligi ularni boshqaradi. Bundan tashqari sog'liqni saqlash vazirligi qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari sohaga oid. Antibiotiklar ishlanmagan, sabablar faqat ishlanmayotgan. O'z laboratoriyani qo'yilgan talablar, tasdiqlar. Asosan laboratoriyaning hujjatlari, ularga qo'yilgan talablar ISO 14029 ishlab chiqarilgan hujjat asosida nazorat qilinadi, tashkil etiladi hamda bu ijrosi ta'minlanadiga tekshiriladi. Shu ISO 14025 ga laboratoriya shu vositalarni tekshirish uchun to'liq javob berish buyurmasligi, maxsus jihozlarga xodimlarning ta'minlanganligi to'g'risida barcha ma'lumotlar keltiriladi. Shu asosida tashkil etiladi. Shu hujjat asosida. Laboratoriyaga asosan qo'yilgan talablar, avvalambor shu laboratoriyalarimiz binolari, laboratoriya analizlarni, sinovlarni o'tkazish uchun mos bo'lishi kerak hamda ularga barcha hujjatlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Yetarli malakali kadrlarni ta'minlagan bo'lishi kerak hamda asbob-uskunalar o'sha analizlarni, sinovlarni amalga oshirish uchun yetarli asbob-uskunalarga ega bo'lishi kerak. Laboratoriyada olib borilgan tahlillar, miqdoriy tahlil usuliga to'xtalsak, qaysi tahlil usullarini bilasiz? Miqdoriy tahlil usullari Tomonografik tahlil usullarimiz bor, spektrometrik tahlil usullarimiz bor, atom emission, atom absorpsion tahlil usullari bor. Tomonografik tahlil usullaridan hozirgi kunda yuqori samarali usulli tomonografiyasi keng tarqalgan hisoblanadi. Hamda analizni aniqligi, yuqoriligi hozirgi kunda keng tarqalib yetakchi o'rinlarga o'tibdi. Talabalarning shunday yuqori. tushunarli. Mana shu xromatografik usulga to'xtaldik. Mana shuni batafsilroq yoritib bering. Qanaqa uskunadan foydalanadi, asosiy qismlari, mexanizmi qanday olib boriladi, nima tushunchalar o'zgartiriladi? Yuqori samarali tomonografik usulga asosan dori vositalarni ma'lum bir erituvchilarda erish xususiyatlariga qarab ajralishi asoslangan hisoblanadi. Bu asosiy qismlari birinchi nasoslar bo'ladi. Bularda dori vositalarini maxsus yuborilgan eritmalarimizni kanallar orqali harakatlanishiga nasoslar orqali harakatlanadi. Hamda uni shu kanallarning ichida temperaturani maxsus bir ma'lum temperatura ushlab turishga imkoniyat bo'ladi. Hamda detektorda ularning nuriy ko'rsatkichlariga qarab turib ajrab beradi. Arealarni qarab turib, ularni miqdoriy chimlik vaqtlariga qarab chimligini miqdoriga qarab turib, arealar bergan piklarga qarab turib, uni miqdorini aniqlashga Yana nima asosiy qismi bor? Kolonkani aktiv, nasos qanday beradi, podvижение faoliyatini deyapsiz. O'sha ajralgan pikni nima ko'rsatib beradi? detektorda Detektor. detektor o'sha nurlarni yutilishini nimasiga muzlarini asosan jismiy oksigenni hisoblab aniqlaydi. Arealarni piklarini beradi. Shu necha nanometrda shu farmakopeya ko'rsatilgan nimasi bo'yicha dorining xususiyatiga qarab turib, o'sha nurlarda bergan piklarni o'shanga qarab aniqlanadi. Detektor beradi. Dori vositalar miqdorini yana titrlash usuli bilan aniqlash mumkin. Titrlash haqida ham tushuncha yo'q. Titrlashda asosan
shifoiy kishi ta'lim to'g'ridan to'g'ri tibbiylashimiz mumkin. Yoki ularni ma'lum bir moddani ma'lum bir qismi dori moddasidan reysga kirishib ortib qolganini tibbiylashimiz shu orqali qilish mumkin. Yoki agar suvda cho'kmalar hosil bo'lishiga asoslangan tibbiylashimiz bor. Kompleks cho'kmalar hosil qilish bo'yicha kompleks tomometrik tomometrik usullarimiz ifodalanadi. Kompleks hosil qilish bo'yicha analizamiz to'g'ridan komplekslarni hosil bo'lishi rang berishiga qarab trillion bir asosiy trillion bir bilan titllash hisoblanadi yokida ma'lum bir kompleksdan hosil qilib spektrofotometrida ularni o'zitishini ko'rinadigan yo'llar orqali aniqlashgan bo'ladi. Gaz xromatografiya haqida ham shunchalik Gazli xromatografiya asbobimiz asosan dori vositalarida gazli dori vositalarimizni tekshirishga asoslangan hisoblanadi. Ular inert gazlar, ya'ni azot gazi orqali ularni suyuqlanishni gazli holatga o'tadigan temperaturasiga qarab bajarib beradi. Ya'ni past temperaturada bu holatga gaz holatiga o'tadigan dori vositalar birinchi bo'lib pik berishga boshlaydi. Temperaturasi yuqorilashdan sari o'sha temperaturani hisobiga vaqtlari bir-biridan ajraladi. yaxshi dori vositalari sifatini baholashda zichligi degan ko'rsatkich ham bor. Bu ham muhim ko'rsatkich. Zichligi o'zi nima? Zichligi asosan bir moddani qancha hajmga bo'lganlashtirib hisoblanadi. Bir moddani zichlikni aniqlashimizda piktometrik faoliyatlarni aniqlash mumkin. Ya'ni 20 gradusda dori vositasini suv birinchi etanostida suv olinadi. Suv 20 gradusdagi massasi hamda dori vositasini 20 gradusdagi massasi shunday piktometrda boshqa sharoitda bo'yicha ularni egallagan massasiga asoslanib zichlikni yokida arometrlarimiz bor. Ular orqali zichlikni ko'rsak bo'ladi hamda klaviator degan zichlikni o'lchash asbobimiz orqali aniqlasa bo'ladi. Tibbiyot spirtini miqdorini aniqlashda shu zichlikni aniqlash orqali hisobga bo'ladi. Bo'ladi. Zichligidan shu davlat farmakopeyasida bergan tablitsasi bor. Uni spirt nimasida o'shanda zichligiga qarab turib, uni foizlari ichida qancha suv bor, qancha spirt topganligi bunisi tablitsa orqali. Bu zichligini qanday aniqlaydi? Zichligini shu yerda o'zini maxsus piktometr bor. O'shanda bergan zichligini aniqlashga bo'ladi. Sadashilasi bo'yicha yokida piktometr orqali aniqlab turib zichligini chiqarib hisob-kitob chiqarib turib, o'sha ta'minot bo'yicha solishtirsa bo'ladi. 20 gradusda mesela berilgan zichligi bo'yicha kesishmalar hosil qilib graduslarni aniqlaymiz. Temamızda sertifikasyon. Mahsulatlarını sertifikatlaştırış sınavlarını ötüşen nasıl? Dori vositalarida ma'lum me'yoriy hujjatlarga mos kelishligi hamda sifatini ta'minlash uchun sertifikatlashtirish muvofiqligini asosan dori vositalari muvofiqligi biladi. Ma'lum bir me'yoriy hujjatlarga mos kelishligi tekshiriladi. Uni asosan davlat organlari tomonidan maxsus akkreditatsiya Dori vositalarini tahlilda normativ hujjatlardan foydalanamiz. Dori vositalari qanday normativ hujjatlardan foydalanadi? Tibbiy buyumlar, qanday tibbiy ashyo va qanday normativ hujjatlardan foydalanadi? Tibbiy buyumlar asosan maxsus go'slar orqali amalga oshirilib, o'shanga go'sga ko'rsatilgan me'yoriy hujjatlar, go's hujjatlarga ko'rsatilgan tartiblarga aniqlanadi. Dori vositalari farmakopeyya sohasiga o'ziga xos Umar Mirzo, endi suhbatimiz yakunida sizga qo'shimcha savolim bor. Mana hozir mutaxassislar tomonidan belgilangan tartibda savollar berildi.
ushbu savollar, ya'ni o'sha tanlov e'lon qilingan saytda belgilangan savolnomalar asosida berildimi yo qo'shimcha savolnomalardan tashqari savollar berildi ko'rganlarim shu hujjatlarni berib qo'ygan ekan shu berilgan hujjatlar komissiya a'zolariga qo'shimcha fikr yoki iltimos yo bo'lmasa bir e'tiroz mavjudmi emasmi? Endi biz qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror qabul qilishdan oldin yana bitta nomzodimiz mavjud edi. Siz turasiz. Rahmat sizga. Hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari, biz qonunni o'qiganmiz. Umuman 5 ta hujjat topshirgan mutaxassislar, shu mutaxassislardan 3 tasi belgilangan malaka talablariga muvofiq topilganligi sababli ularga xabarnomalar yuborilgan. Ikkita muvofiq topilgan malaka talablariga muvofiq topilgan mutaxassislarimiz mana bittasi Temurxo'ja, Temurmirzo, ikkinchisi Abduqahhor Azamat Abdusattor o'g'li. Shu Abdusattor o'g'li mana bugun ularga ham tanlov e'lon qilindi. Tanlov asosida amalga oshirish belgilangan suhbat kuni xabarnoma asosida yetkazilgan, xabardor qilingan. Telefonlar vositasi orqali ham xabar berilgan. Qo'shimcha ravishda mana hozir kadrli masalalar bo'yicha inspektorimiz bildirishicha bir necha bor qo'ng'iroq qilishga qaramasdan qo'ng'iroqlarga javob bermayapti. Mana kutib turibmiz. Ruxsat bersanglar yana bir 5 daqiqa kutsak, qayta bog'lanishga harakat qiling. Kirsangiz keyin yana umumiy masalalarga o'tamiz. Sakkizta o'qiydi. Mahalle müdahale. Bir tanıyor. Boshqa Geçen sene çıktı. Yurt falan da ünlüydü. Yine parmağım oldu. Biraz benim GMP'si var mı?
Hali yaxshi bo'lib qolsangiz turmaydi. Birinchi, hurmatli komissiya a'zolari, bo'lmasa mana hozir kadrimizni ma'lum qilishicha, Abdug'ofur Abazov yana ham bog'lanishni imkoniyati bo'lmagan, bir necha bor urishga harakat qildik. Endi biz qaror qabul qilishga o'tishimiz kerak. Tursun Muhammadov, Temur Mirzo, Qo'rqonjon o'g'li va Boburjon, sizni savollaringiz asosida mana belgilangan tartibda javob berishga harakat qildi, javob berdi. Endi baholashimiz kerak. Qoniqarli. Bergan savollarga javob oldi. Muxlisam, Zina bo'lib qoldi, davomida ishlayveradi. bo'lmasa mana belgilangan tartib, lavozim ma'muriyatlari, malaka talablari, ushbu lavozimda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha mana umumiy savolnomalar asosida belgilangan tartib savollarni berdik. Nomzod tomonidan beriladigan javoblardan mana qoniqish hosil qildim. Endi ikkinchi mutaxassislik kelmaganligi, buni qarorlar qilinganligi bir necha bor bunga qo'ng'iroq bo'lmaganligi sababli biz komissiya a'zolari bugun o'zida komissiya a'zolari tegishli komissiyani qarorini chiqarishimiz kerak. O'zaro siz belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi kodeksining tegishli moddalari bandlariga asosan komissiya qarorini shakllantirasiz. Komissiya a'zolari buni tasdiqlaymiz va markazga bunday xat bilan xat hujjatlarni tayyorlasangiz, manimcha suhbat to'liq va sifatli shaffof bo'lib turgan xulosalarman. Qanaqadan qo'shimcha fikringlar bormi yoki qanaqadir o'sha Menda yo'q qo'shimchalar. bo'lmasa suhbat jarayonini tugatdik deb hisoblaymiz. Hammaga rahmat. Thank you.